Assalomu alaykum hammaga. Kelar, mana bu bozdan yasalgan xorlarimiz. Tashqarisi 5 ga 10 bozdan, ichi esa 5 ga 12 lagadan bo'lgan xorimiz. Bu xorimizda 1 metr narxi uchun akalar 230 ming ekan. Bu hali hammasi emas, chekiga xuddi mana shunday plankalar qo'yib beriladi. Suvatkalari hamma joyda qilib beriladi akalar. Bu xorimizda uzunligi hozir bu xorimiz 10 metr ekan akalar. Bu xorimiz konteynerda eshik qismidan chiquvchi boz materialimizdan yasalgan. Ichidagi lagan materialimiz esa konteynerning tag qismidan chiquvchi material bo'lib, bu xorimiz sifati hamma a'lo darajada. Bu xorlarimizni murojaat olish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Mana bu yoqda esa konteynerning listidan yasalgan xorimiz. Bu xorimiz 6 ga 4 dan bo'lgan xorlarimiz, ichi ham, tashqisi ham shu listdan bo'lgan. Bu xorimiz uzunligi 9,5 metr. Bu xorimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu konteynerning listi olinib, unda bukilib shu holatga keltiriladi. Va bulardan xuddi shunday xorlar ishlatiladi. Mana bu yerda ham bor. Akalar, bu xorlarimiz o'ta sifatli, a'lo darajada. Bu hozirgi xorimiz 1 skatli xori. Bir tomonga og'ib turadi. Mana bu yerda esa 2 skatli xorlarimiz. 1 skatli xorimiz esa mana shuni yarmidek turadi. 2 skatli esa 2 tomonga qaragan bo'ladi. Bu xorimizning uzunligi 6 metr ekan. Bu xorlarimizni 1 metr narxi uchun esa 150 ming ekan. Bu bozdan yasalgan xorlarimiz uchun 230 ming. Mana bu listdan yasalgan xorlarimiz uchun esa 150 ming ekan akalar. Bu hali hammasi emas. Mana bu yerda naves uchun xorlarimiz ham bor. Mana bu xorimiz ham 6 ga 4 dan bo'lgan xorimiz akalar. Boya ma'lumot berib o'tdik bu haqida. Mana bu esa qalinligi 4 mm bo'lgan konteyner mahsulotlari profili, 6 ga 6 profili bu. Bu xorimiz naves uchun ishlatiladi. Bu xorimizning ustida ustun turadi, to'sillar turadi va bu xorimizdan 1 metr uchun 180 ming, 190 ming ekanlar. Mana bu yerda bozdan yasalgan xorlarimiz, ichi ham, tashqisi ham bozdan bo'lgan xorimiz. Bu xorimizning uzunligi 25,5 metr ekan akalar. Bu xorimiz esa juda a'lo. Bu nimaga bunday deyishingiz mumkin? Chunki bu ichi ham, tashqisi ham fonni hamma yo'g'i bozdan yasaladi. Bu xorimizning narxiga keladigan bo'lsak akalar 360 ming ekan. Nimaga bunday qimmat desalaring? Chunki bu o'ta baquvvat holatda akalar. Chunki bu xorlarimiz konteynerning eshigidan chiquvchi boz materialimizdan yasalgan. Bu xorlarda bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana bu esa naves uchun xorlarimiz akalar. Ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar.